Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz yana bir bemorimiz haqida suhbat olib bormoqchimiz. Bemorimiz Shukurov Shopolat akamlar 1966-yillarda Surxondaryo viloyatida tavallud topganlar. Bundan 2 yil muqaddam o'zi yashab turgan joyda insult kasalligiga chalinganlar hamda yurishlari, harakatlari juda ham qiyin bo'lib, bemorimiz davolanib, shu paytgacha davolanib kelganlar. Bizani neyrokardiomedik klinikamizga dekabr oyining o'tgan yili, ya'ni 2025-yil dekabr oyining 15-sanasidan 25-sanasigacha bo'lgan davrda bizani klinikamizda birinchi davolash kursini o'tkazdik hamda bu hozirgi kunda ikkinchi davolash muolajalarini olib bormoqdamiz. Akamlarda qon bosimi juda ham yuqori, qonda qand miqdorining yuqoriligi, tananing yarmi yaxshi ishlamasligi, o'tirishga, yurishga, ovqatlanishga, gapirishga qiynalgan holatda bizga murojaat qilganlar. Albatta avvalambor shifo Alloh tomonidan beriladi. Bizlar barcha sabablarini, davolash muolajalarini to'g'ri tarzda amalga oshirdik hamda bemorimizda juda ham yaxshi o'zgarishlar mavjud. Hozir ikkinchi kurs davolanish muolajalarining yarmiga yetib keldik. Yana yarmi davolash muolajalarini 5-6 kun davomida olib boramiz. Hamda bemorimizda yana ham yaxshi rezultatlar yuzaga chiqib keladi. Biz xursandmiz, bemorimiz ham juda ham xursandlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz bobojon? Salomatmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Bizga bir harakat qilib ko'rsatib bera olasizmi? Qani bitta o'rnimizdan turib yordam berib, mana bismillahirrohmanirrohim. O'zingiz tura olmasidingiz, a? Mana qani bitta yurib ko'rsatingchi bobojon. Qo'llar mana bundoq ko'taramiz, tushiramiz. Qo'llar mana harakatlar. Juda ham yaxshi. Endi mana bundoq harakatlar. Juda ham yaxshi. Bemalol harakatlanib, ovqatlarini o'zi iste'mol qilib, o'zlari turib harakatlanib kelmoqdalar. Juda ham yaxshi insult kasalligi uchun bir rezultat hisoblanadi. Xursandmisiz? Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Hammasi joy-joyidami? Ozgina bo'lsa ham o'zgarishlar sezyapsizmi? O'zgarish yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Juda ham yaxshi. Endi ozgina gapirishlarda ham ozgina kamchiliklar bor. Uni ham bugungi kunda eng rivojlangan texnika translingual magnitli stimulyatsiya, transkranial magnitli stimulyatsiya apparatlari yordamida hamda eng kerakli bo'lgan dori vositalari yordamida davolashlarni amalga oshiramiz. Asta-sekinlik bilan insult kasalligidan keyingi reabilitatsiyani olib boramiz hamda bemorimizda juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ladi inshaalloh. Insult kasalligini o'tkazgan bemorlar avvalambor nimaga e'tibor qilib yurish kerak? Shuni ham qisqacha aytib o'tmoqchiman. Insult kasalligiga chalingan bemorlar albatta qonda yog' miqdorini, ya'ni xolesterin miqdorini doimiy nazoratda ushlash kerak. Undan tashqari qonning quyuq-suyuq ekanligini doimiy nazoratda ushlash kerak. Albatta bu ko'rsatkichlar ishemik tipidagi insult o'tkazgan bemorlarda amalga oshiriladi. Gemoragik tipdagi bemorlarimiz esa qon bosimi oshib ketishligidan ehtiyot bo'lishlari shart bo'ladi, chunki bu narsa qaytalanishi ehtimoli ham mavjud. Kimda nevrologik kasalliklar bo'yicha savollar bo'lsa, quyidagi telefon nomerlariga telefon qilishlari mumkin. Albatta bo'sh vaqtimizga qarab o'zim shaxsan javob berishga harakat qilaman. Barcha savollaringizni javobsiz qoldirmaslikka harakat qilamiz. Albatta ish vaqtidan tashqari kechki paytda telefon qilsalaringiz qulayroq bo'ladi. Men o'zim ham ko'tarib javob berib hamda sizlar savollaringizga qoniqarli tarzda javob berishga harakat qilamiz. Hech kim kasal bo'lmasin, salomat bo'linglar. Mehnatimizni ozgina qadrlab, kanalimizga
podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz juda ham mamnun bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.